Assalomu alaykum hurmatli YouTube ahli. Mana uzumlarni endi qorasini dorilarga boshladim. Qorasini dorilab bo'lgandan keyin bir kun, 2 kun, 3 kundan keyin Xudo xolasa uzumni katta achishga uramiz. Hozir qorasini qilib olganmiz ekan. Uzumimiz yaxshi bo'ladi, bir xil bo'lib, chiroyli bo'lib, hech qanday zang tushmaydi. Xudo xolasa chiroyli bir tekis bo'lib, dog' tushmaydi, yaxshi bo'ladi. Tokda dorilab tursak shunday uzumlarda kasallik bo'lmaydi, tokda kasallik bo'lmaydi. Kanalimizga biroz bu qoldi, video qo'ymay qo'ydik. Mana shu bo'lsa endi dehqonchiliklar boshlandi. Bahorga endi tezroq iloji boricha kerakli manfaatli videolar qo'yib turamiz. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yingizlar. Bittadan like, kommentariya, fikrlaringizni qoldiringizlar. Mana shu tok haqida ma'lumotlar kerak bo'lsa, qo'ldan kelgancha beramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.